Assalomu alaykum. Ushbu darsda 1С управление kompaniya dasturida statiya zatratalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda planshtov qanaqa qilib shakllantiramiz, statiya денежных средств qanaqa shakllantiramiz va показатели biznesni qanaqa qilib shakllantirish ko'rib chiqamiz. Analiz biznes planshtov bu statiya денежных средств bu ko'rinishda bo'ladi. Analiz biznesi mana shu ikkita ma'lumot asosida finansiy uchetni ko'rsatishga yaraydi. Bu денежный поток, cash flow'ni ko'rish uchun kerak bo'ladigan sozlamani ko'rib chiqamiz. Excel faylimizga qaytamiz. Nima talab qilinyapti? Info va telekom sistemalari xarajatlari bor. Unga kiradigan 3 ta xarajat bor. Zakup оборудование bor va soft bor va internet va связь. Ularni qo'yib chiqishimizni ko'ramiz. Buning uchun dasturga o'tib, planshtov ochamiz. Planshtovga borib, bu yerda 9421 qilib ochilgan. Ahamiyat beraylik. Hozir ichiga kiramiz 2 marta bosib. Счетimiz gruppa shtov qilib ochilishi kerak. Eslatib o'tamiz, mavjud mana bu oranjoviy dumaloq rangda berilgan T yonida bor-ku, o'sha счетlarni izmenit qilib o'zgartirish mumkin emas. Yangi счет ochamiz. Agar o'sha qaysidir dumaloq счетimiz mantig'an shu ochmoqchi bo'lgan gruppa счетimizni ichiga tarkibga kirsak, ichiga kirgizib olamiz. Lekin o'zgartirmaymiz. Qanaqa ochiladi? Hozir izmenit qilib ham ko'rsak bo'ladi. Ochilishini mana shu holatda bo'lgan. Bu mana yozilgan info telekom, ya'ni bu oddiy tepaga borib sozlat tugmasini bosamizda, bu yoqqa o'sha nomini qo'yamiz. Nomini qanaqa edi? Info va telekom sistema. Mana shu yoqqa yozamiz info telekom sistema. Bu yoqqa bizga finansiy rezultat uchun kerak bo'lgan tushunib qo'yamiz. Прямое распределение emas, объем продаж na finansiy rezultat qilib qo'yamiz. Keyin aktivlikni belgilaymiz. Bo'ldi. Bunisi bo'sh bo'lishi kerak. Hozir o'zini ochib ko'rlik. Mana 2 marta bossak ochadi. Mana bu yoq подчинение счета, chunki bu ichki qaysi счетga bo'ysunmaydi. O'zi alohida gruppa bo'lib turibdi. Buni ochganimizdan keyin buni o'ziga borib sozdat qilsak, pastga qaraylik, подчинение счета, info telekom sistema счетiga bo'ysunadigan счетni shakllantiramiz demoqchi. Xuddi shu tartibda 942101 qilib ochildi. Ko'rsak, mana 942101 bu yoqqa qo'yildi. Подчинение qaysi счетga nomini qo'yamiz. Nomini avvaldan belgilab qo'yganmiz. Mana zakupati оборудование qilingan. Aktivniy счетga kiradi. Bilan qo'ydik. Bu tushunarli bo'lishi shekilli. Keyingi ishimiz statiya движение денежных средствga kirib, o'sha narsani shakllantiramiz. Bizlarning bu xarajatlarimiz, ya'ni nima uchun ishlatiladi? Operatsion platejga to'g'ri keladi. Buning uchun nima qilishimiz? Birinchi gruppa ochamiz. Buni oldiga borib, sozdat gruppa qilamiz. Gruppamiz nomi xuddi oldingi mana Excelga o'taylik. Mana bu bo'lishi kerak. Mana bilan belgilaylik. Mana shu gruppa nomi bo'ladi. Sozdat gruppa qilamiz. Uni ko'chirib olamiz. Qo'ydik. Ochildi. Uni ichiga ochib qo'ydi. Hozir bu yoqqa emas, operatsion platejning ichiga ochishimiz kerak. Shuning uchun bu yoqqa o'tib sozdat gruppa qilamiz deb boshqatdan qo'yamiz. Ochildi. Info va telekom sistema. Buni ichiga o'tib, endi sozdat tugmasini bosib bitta-bitta qo'shib chiqamiz. Ko'chirib olamiz. Sozdatni bosdik. Mana gruppaga taalluqli deb turibdi. Qo'ydik. Demak, bu yerda ochiladi. Xuddi qolganlarni xuddi shu tartibda qo'shib qo'yamiz. Ikkalasi ham qo'yildi. Operatsion detalist alohida ochildi. Keyingi ishimiz analiz biznes uchun ko'rinish uchun показатели biznesi spravочник ochib, yo'q qo'shib qo'yamiz. Kompaniyaga o'tamiz. Показатели biznesni bosamiz, ochiladi. Bu yerdan денежный потокka o'tamiz. Ochildi. Sozdat tugmasini bosamiz. Nomimiz nima edi?
Info va telekom sistema. Gruppa faqat bu yoqqa tip показатель gruppa qilib ochamiz, chunki bizga hozir gruppa ochish muhim. Gruppa ochganimizdan keyin uni ichiga qo'shib qo'yamiz. Gruppa ochildi. Gruppa ochilganda bitta narsa ahamiyat berishim, hozir ikkalasi raqam bir xil bo'lib qoldi. Sababi endi buni tartibini to'g'irlab qo'yishimiz kerak. Ichiga kirsak, bu порядок bor, tartib 3 bo'lib turibdi, bu ham 3 bo'lib turibdi. Hozir buni hammasini qilishga vaqt ajratmaylik deb buni 14 qilib qo'yaylik. Pastga tushirib yuboradi uni. Bizga bu 3-tartibi bilan turadi. Qaysi biri qulay bo'lsa tepaga chiqaramiz. Endi buni ichiga kirib, hozir sozdать qilamiz. Bu shuni ichiga kiradi. Istochnikka boramizda. Planshitovda yozgan narsamizni hozir qo'yamiz. Planshitovga o'tamiz. Mana buni 2 marta olib ko'chirib olsak bo'laveradi. Hozir buni tortadi. Tortadigan joyi shu aynan planshitovdan tortadi u. Qo'ysak, tortdi. Zakup. Bo'ldi, tortdik. Hozir bu istochnikda adashdim. Statiya движениеdan tortadi buni. Ko'chirib oldik buni. Qo'yib qo'yamiz. Hozir buni qo'ydi, joyiga qo'ydi. To'g'ri qo'ydi. Shu tartibda ko'chiramiz. Yo to'g'ri, sozdать qilamiz. Istochnikka boramiz. Istochnikka borganimizdan keyin statiyaga o'taylik. Statiyada Zakup IT Softda buni ko'chirib olaylik. Bir marta kirib nomini ko'chiraylik. Показатель biznesga o'tamiz. Bu yerdan shuni qo'ysak tortdi. Hozir ikkita bo'lib qolgan. Biz hozir ikkinchisini qo'yib qolamiz. Bu yoqni keyin o'chirib qo'yamiz. Agar buni xatolik bo'lsa, o'chirib qo'yish kerak, bitta bo'lishi kerak. Xo'p, buni qo'ydik. Uchinchisi qoldi. Yana o'tamiz, o'chiramiz. Buni chiqaramizda. Показательga o'tib, sozdать qilib, istochnikka o'tamiz. Yana oxirgisini qo'ydik. Bu yerga qo'yamiz. Ikkita bo'lsa o'chirib qo'yamiz. Hozir ko'chirilib ketibdi. Bitta bo'lishi kerak. Bo'ldi. Shu tartibda qilinadi. Hozir analiz biznesini отчетini ko'rmoqchi bo'lsak, mana shu operatsiyalar bo'lganda ko'rsatadi. Darsimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.